O'rtoqlar tuzumsizlar charchamayapsizlarmi? Bugun uyqudan turdim. O'rtog'imga telefon qildim. O'rtoq qattasan aytsam, uydaman, chiq dedi. Qabristonga olib keldi o'rtoqlar. Shu xato sizlar qilmasligi uchun ham mana shu videoni ibrat uchun olman. Nima desanglar, keldi-yu, otamlarning qabrlarini suvimiz dedi o'rtoqlar. Shuncha video olgan shu qabristonga kelmanki, mana shu xatoni qilmayman-da anu. Aybga tan olib bilish kerak-da. Ishlashim kerak, pul topishim kerak, tirikchilik qilishim kerak dedim-manu. Lekin o'zim ibratli video olib turib, ota-onamning qabrlaridan xabar olmanman. Onam bilan rahmatli Rayhonni qidim. Rossiya yaxshi ko'rardi. Hech kim bu gapimni ayblamoqchi emasman. Qarasam o'rtoqlar 90% qabriston qarovsiz qolib ketgan. To'g'ri, bilaman, ishli odamsizlar, oila bola chaqa boqishingizga, tirikchilik qilishingizga kelishga vaqtinglar yo'qdir o'rtoqlar. Nima demoqchimanki, bu hayotda mo'min musulmon bir-biriga oila bo'ladi deyshadi. Bugun men xatomni tushunib yetishim uchun o'rtog'im menga oila bo'ldi. Men hech kimni ayblamoqchi emasman. Lekin masligi oyna bo'lish niyatim bor. Mana shu videoni ko'rdinglarmi o'rtoqlar? Yaqinlarni kelib turib qabridan xabar olib qo'ydi. Nimagaki hammamizni kim bo'lishimizdan qaytimiz. Oxirgilarga mazlimizni shu bo'ladi. Xulosa o'zingizlar. Otam rahmatli gaplari esimga tushib ketdi. Bolam deb narsa bor qo'liga suv sepib agar o'tkazdirdilar. Nimaga desam, Rayhonni qilib zo'r chiqadi deb maza qilaman dedilar. Endi qabrlarning tepasiga Rayhon ekyapmiz. Mana shu videoni shunaqa har doim, o'rtoq, unga emas, yur mamiga deb hisobga cholgan do'stlar jo'natib qo'yamiz. Abdushi, mana bugun menga o'rtog'im oyna bo'ldi, mana. Xudo xolisa ko'nglim nazorat, ko'ngil bor-ku. Oching.